Yaqin yillarda Toshkentdan Samarqandga 150 km/soat tezlikda harakatlanish imkoniyati paydo bo'ladi. Gap shundaki, Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent-Samarqand pulli avtomobil yo'li qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimida ishtirok etmoqda. Avtomagistralning umumiy uzunligi 282 kilometrni tashkil etadi. U Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarini qamrab oladi. Magistral foydalanishga topshirilishi orqali Toshkentdan Samarqandga borish vaqti 2-2,5 soatgacha qisqaradi. Yo'lning tekis hududlarida soatiga 150 km tezlikda harakatlanish mumkin bo'ladi. Loyiha doirasida 12 ta transport yechimi, 92 ta ko'prik va viaduk, 16 ta yo'l o'tkazgich, 60 ta tunnelli o'tish joyi, 667 ta kichik va sun'iy va suv o'tkazish inshooti, 12 tadan to'lov punkti va vazn gabarit nazorati kompleksi quriladi. Mazkur loyiha 2026-2032 yillarda amalga oshiriladi va uning qiymati $2,2 milliard tashkil etadi.